Mana yuzim hozir 1-2 ta o'g'rilar chiqqan. Atak dog' ko'rsatish. Rasm tashladim. Dog'im ko'rinib turibdi. U 12-sentyabrda tushirilgan rasm. Mana hozir svejiy video hozir yorug'ga turing. Svet yorug'ga mana. Yuzimda mana hech narsa yo'q. Absolutni yuzim top-toza. Mana dog'. Bugun hozir yana anaqa yarim kecha soat 8 bo'libdi. Baribir yaxshi ko'rinmaydi. Mana. Mana o'zim yuzimda dog' bilan ishlaganman. Mana hozir yuzimda hech narsa yo'q, yaltirab turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana yaltirashiga qaranglar, qanaqa yaltirab turibdi. Прям sochniy yuz. Mana hammasi o'sha kremlarning anaqasi, foydasi. Yaltiratadigan yuzimga hech narsa surmaganman. Dog'ga e'tibor beramiz, ayniqsa dog'ga. Mana bu tomonimda vaqti ko'p edi dog'. Mana bu tomonimda vaqti yo'q, juda och holatda bor. O'zim sezaman uni, ko'pchilikka sezilmaydi, yo'q-ku deb aytadi. Peshonamda ham mana shunaqasiga bo'lgan. U rasmda peshonam tushirmaganman, o'shaning uchun peshonam yo'q. Mana men bitimda mana shunaqasiga bor edi. Mana shunaqasiga bor edi, hozir u ham yo'q. Natija bo'ladi kremlardan, xudo xolasa. Faqat qunt qilib aytilgan vaqtda har kun yuzga e'tibor berib, tozalab, yuvib, kremlarni surib uxlash kerak. Kunduz esa quyoshga doim SPF bilan chiqish kerak. Yaqinlashtirib ko'rsatay, uzoqdan ko'rsatmasdan. Mana. Endi u rasm bilan buni mana solishtirib ko'rishinglar mumkin.